Hazrati Umardan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh aytganlarki, alayhissalatu vassalam, shunday bir odamlar keltiriladi qiyomatda. Ularni Allohning oldidagi maqomi, ularni Alloh subhanahu va taoloning oldidagi turishlari, holatlarini ko'rib, yaqinliklarini ko'rib, payg'ambarlar va shahidlar havas qiladi degan ekan. Ular kimlar deb so'ralganda Rasululloh aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taoloning ruhi bilan muhabbatlashganlar bir-birlariga. Na qarindoshliksiz, na mol pulsiz. Alloh uchun qarindoshlik yaxshi ko'rishingiz bor. Lekin qarindoshlik aloqasi ham qo'shimcha muhabbat qo'shayotgan bo'lishi mumkin. Alloh uchun do'stingizni yaxshi ko'rishingiz mumkin, bundan foyda tegayotgan bo'lsa. Lekin o'sha foydani ozgina ta'siri ham bo'lishi mumkin. Umuman shunaqa foyda, moddiy foyda bo'lmagan, yoki shunaqa nasab tomonidan, qon tomonidan birorta bir bu misol xolos. Ya'ni Allohdan boshqa birorta aloqa bo'lmagan holatda. Faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi uchun. Bu degani qarindoshlik bilan mol bo'lmasa bo'ldi, mansab bo'lsa bo'lar ekan, boshqa narsa degan narsa emas u. Bu kelasi asosiy misollar. Asosiy asli murod nima? Alloh subhanahu va taolodan boshqa birorta omil bo'lmagan holatda bir-birini yaxshi ko'rganlar. Ana shu kishilarni Alloh taolo qiyomatda shunday bir tantanalar bilan olib keladiki, farishtalar, payg'ambarlar va shahidlar ularni havas qiladilar. Yuzlari nurga to'lgan bo'ladi deydilar. Ular hamma qo'rqib turgan paytda qo'rqmaydilar, hamma mahzun bo'lib turgan paytda mahzun bo'lmaydilar. Dedilar-da, Hazrat Umar aytadilarki, orqasidan Rasululloh ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va lahum yahzanun dedilar. Hoy bilingki, Alloh subhanahu va taoloning valilari, do'stlari, ularga xavf yo'q, ular mahzun bo'lmaydilar. La khawfun alayhim degani, ularga xavf yo'q degani, ya'ni ular qo'rqmaydilar emas. Ular qo'rqmaydilar, la khawfa fihim bo'lish kerak. Ular qo'rqmaydilar emas. Ular qo'rqmasligi ham aniq. Ostida ma'no bor. Ularga qo'rquv yo'q degan. Ularda qo'rqiladigan narsa yo'q degan. Falonchidan xavotirdaman deysiz-ku, ularga xavotir yo'q. Valahum yahzanun, ular mahzun bo'lmaydilar. Kimlar? Allohning do'stlari. Allazina amanu, iymon keltirib va kanu yattaqun, taqvoda bo'lgan kishilar. Lahumul bushra fil hayati dunya, hayoti dunyoda ham ularga bashorat bor va fil oxirah, oxiratda ham la tabdila li kalimatillah. Allohning kalimasi o'zgarmaydi. Valilarga bundan boshqa munosabat bo'lmaydi degan. Allohning kalimasi o'zgarmaydi degani, valilarga, Allohning do'stlariga bundan boshqa munosabat bo'lmaydi. Bundan boshqa natija bo'lmaydi. Albatta shu bo'ladi. O'zgarish bo'lmaydi umuman.